Xayrli-ku hammaga. Qalaysizlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Hozir darslardan chiqib, o'zim shogirdim Nodira opa meni uyga tashlab qo'ydilar, chunki uyimga juda ham yaqin turadilar, mashina haydaydilar. Menga ham nasib qilsin inshaalloh. Lekin gap bu haqida emas. Hozirgina bildik, brend savdolarini qildilar. Instagramga umuman kirmagan ayol, umuman 0, даже minus dedi-yu, sinlarini meni kuzatar ekanlar, sinlari meni tavsiya qildilar, boring o'qing deb. Bugun 6-dars bo'ldimi? 6-darsda уже brend savdolarini qildilar. Umuman hech qanaqa ideya, fishka, hech narsa bo'lmagan. Просто ishlamoqchiman, pul topmoqchiman deb keldilar. Nima siz qilaman deb. Biz bularga fishka topdik, razvivashka o'yinchoqlar yoki kitoblar sotish. Mana bu profillarni ham atmetga qoldiraman. Brend savdolarini qildilar. Samarqandga dastavka chiqaryaptilar. Qaranglar, uyda o'tirgan ayol, umuman ishlamagan, 4 ta bolani katta qilganlar. Mana 6 darsdan keyin уже pul topishni boshladi.